farzandlari. Ularni 4 ta qizi, bitta o'g'illari bor. Farruxjon esa bu xonadonning oila tayanch ustuni. Lekin eng jannat sohibasi, xonadonning farishtasi bo'lgan Shohista Bonu onajonlarga tilaklarni qani yashin holatda izhor etib qo'yamiz. Bugun mana onajonimiz tug'ilgan kunlari chin yurakdan tabriklaymiz. Bugungi qilayotgan syurprizimiz bir lahza bo'lsa ham quvontirishini tilakdoshi biza. Ko'nglimiz osmonga yetadi. Agar xursand bo'lsalar onamiz. Farruxjon bugungi shukrona on va bebaho onamizga e'tibor, e'zoz, ehtirom va bitta-yu bitta durov gavharimiz Lobarxon zahmat mehnatlar Alloh yo'liga bugungi qilinayotgan eng chiroyli fayzli kuningiz har kuni ana shunday kundan iborat bo'lsin. Bizni yana bir bora kuzatib boring. Nurmurodova. Avvalambor 5 farzandingiz sizni jonajoningiz. Bizni onajonimiz o'zgacha. To'rt tomonga chopganimiz. Farzand deb dard tortganimiz. Bu dunyoda topganimiz o'zimizning onajonimiz. Keling bugun ustozim, avvalambor siz matonat ichra, sabr bardoshli bebaho bo'lib, bugun 5 farzandni dunyoga keltirib o'stirganingiz uchun farzandlaringiz shunday bir so'zni aytdilar. Onamdek sabrli, onamdek bebaho, onamdek halol, onamdek eng oqila, dono onaning o'zi bo'lmasa kerak. Onamni umri biz uchun umr bo'lgan mehnat o'tdi. Ayniqsa dadajonim dunyodan o'tganlardan so'ng onajonim ko'proq akam Farruxga hurmati, qo'llarning qadoqligi. Biz nimagaki erishgan bo'lsak, onajon, bu sizning duoyingiz hamda mehnatingizdir. Agarki Alloh shunday bir fayzni berdiki, to'laga minglab insonlar qoshiga kelsa, har bir insonni joni Allohga omonat. Onamni duo qilsangiz bas deb, o'ng qo'lini saxovatga, chap qo'lini esa ehsonga ochgan, otamni qabrini esa Qur'on tilovatlariga to'ldirgan biz uchun ham aka, ham otalik burchini deblar. Lekin onajon, bugun bir narsani so'rayman. Insonlar uchun siz oddiy bir ayol bo'lishingiz mumkin. Lekin siz biz uchun onajon jannatsiz. Agar biz 5 farzandga dunyoga qayta kelish imkoniyat berilsa bormidi? Yana sizdek mehribonimni, tanhoginamning vujudi ostida dunyoga kelishni Xudodan so'ragan bo'lardim. Qanonda Shahribon onajon bir kuling. Sizni kulgingizdan dunyo taralsin. Mehrli nigohingizdan bir nur taralsin. Bu dunyoda eng baxtli, eng baxtiyor inson kim deb so'rasalar, 4 ta jannat farishtasi va bitta xonadonni tayanchi ustuni, mehrni bir-biriga mahkam bog'lab turgan 5 farzandning onajon deyishsa, onajonimning, mehribonimning tug'ilgan kuni bitta
Farruxjon bilan Lo'balxon bir taklif kiritdilar. Dadajonimizga hech narsa qilib ulgurmadik. Lekin bugungi chiroyli kun uchun, bugungi bizga berilgan obro' va hurmat asli onamniki edi. Mana shuning uchun onajon, ketgan umringiz haqqiga biz sizni olingizda bitta jannat qarzimiz va bitta baytullohlarda yelkalarimda obchilar ko'tarib yursam-o, onajon, bir kechalik ustingizni oqlasam deyman. Shu boisda biz hozir albatta Shohsuda bono, Fotimaxon, Zulayho, Xadicha bono biz 4 ta emas 5 qizmiz. Bizni aslida qiyomatli bir opa-singlimiz bu Lo'balxon yengamiz. Shu boisda akam avvalambor onajonimga sovg'ani berishdan oldin biz armonli dunyoda otamizni yelkasiga bosh qo'ymoqlikni Xudodan so'rardik. Hozir Farruxjon aytiblarki, bir dunyoni moli dunyosini bir tomonga. Lekin agar otam yonga tursalar, o'sha moli dunyoni otamning oyoq ostiga qo'ygan bo'lardim. Shu boisda 4 ta qiz biz otamizni sog'indik. Otamizni o'rniga orqa tog'imiz, ular bizni betakror oltin qanotimiz, azim katta qo'rg'onda oru nomusimiz. Akajon, agar rozi bo'lsangiz, onamizning yoniga turing va sizni biz bugun yelkalaringizni quchaylik. Toki yoribsiz qaddingiz kerib, g'urur to'qoyasida. Yoribsiz davringiz surib, onajon soyasida. Ravon hayot yo'llariz, gulson o'nga so'llariz. Ko'kka yetar qo'llariz, aslida Allohning panohida. Dushmanga xor bo'lmadingiz, do'stga hech zor bo'lmadingiz. Yarim kechasi tahajjud namozlariga turadilar-u, onangizni duosini oldingiz. Bugun otaning, Allohning va onangiz panohida. Qani qizlar, birin-ketin. Yoki bo'lmasa, yuragingizga mehr o'dog'ini qadab, onam kasalman demaydi degan o'g'lingizmi? Yoki bo'lmasa 4 ta yuzlar nurli farishta qizlaringizmi? Bugungi shukrona onangiz. Bugungi kun hozir bu kutilmaganda men bu narsani hali 70 yoshlarga kirgan vaqtimizga shu narsa bo'ladi o'yladim. Yo'q, bolalarim tezlatib yuboribdilar. Kutmagandim. Hozir sezmay ham qolibman. Sizlarni bu yerga kelib shuncha tashkiliy ishlarni qilibsizlar. Avvalambor sizlarga rahmat. Mana shunday insonlarga yaxshi kunlarni xursandchilik ato etib yurganlaringiz uchun hammalaringizga rahmat. Mana bugun bolalarim menga bildirmagan holatda shu nimani surpriz qildilar. O'zi nima deymiz? Hayotimiz doimo shirin tashvishlar bilan nima qilib o'tdi. Hayotda bo'lib turar ekan shunaqa holatlar. Hozir dadasini ko'p eslatib yubordiz. U kishi butun bir jannat insoni. Nima qilamiz endi, peshonaga sig'madilar. Faqat Xudodan so'rayman, ruhlari hamisha shu bolalar qo'llab-quvvatlab yursin. Qo'limdan kelgancha endi baribir ham otalik, ham faqat yaxshi kunlarim. Mana boshimizga xo'jayinimni akalarim. Bizlar doimo mana shu mehr oqibatga mushtoq inson. Qanday holatda bo'lishidan qat'iy nazar, inson qanday hayotda yashayotganligidan qat'iy nazar, o'rtada faqatgina yo'q. Mana shunday holatlarda bularga hamisha mana shu o'zimni ukalarimning xotinlariga ham masalan chiqarib avvalambor mana shu narsani tashkil qilgan bolalarimga hammasiga kelinim, mana o'g'lim, qayni dadasi o'ziga shunga suyanib qolganman. Shuning uchun kech kelaversa ham uxlab o'tirib, agar nima uxlamaysiz? Xuddi boya bitta ashula borki,
Ona men keldim degan. O'sha narsa biz uchun atalganda xuddi. Faqat bularni yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Undan keyin mana nevaralarni tashishi nasib bo'lsa, hop, endi o'qituvchi boshimiz bilan nima deymiz? Beqaynona, beqaynota deymiz. Endi bizlarni oilalardan chiqib ketganimizga menga yordamlar tekkan. Juda ajoyib inson. Qayerga bormay faqat shu kishini yaxshi gapini hamma eslaydi. 2-3 kundan beri ham xuddi shu narsani eslab yuruvdi. Qayerga borsam, aka yaxshilarmidi, bilmaganlari ham nima qilib, voy uzr deb qoladi. O'shanday inson ham o'lishi mumkin ekanmi degan. Shu uchun dadasidan ming rozi bo'lsin. Dadasi ham hech qachon bir uzg'ordan bir yomon kun ko'rmadilar, yomon gap eshitganlari yo'q. Nima og'irchilik nimalar bo'lsa ham shunday vazminlik bilan yengib o'tib ketadilar. Hech kimga bildirmasdan. Shu uchun nima deymiz, mana yoshlar ham mana shu kattalardan xuddi shunday sabrli, toqatli, mehrli, oqibatli bo'lishlarini Xudodan so'rab qolaman. Faqatgina apa-ukalar ichida emas, og'aynilarni ham hamisha hurmatlarini joyiga qo'yib, shu otasiga, bizga rahmat keltirishlarini Xudodan so'rab qolaman. Bularni kasbkorlariga Xudoyim xayr barakat ato etsin. Ko'p mana tadbirkorlik bilan shug'ullanyapti. Endi o'qituvchilikda bular hech qaysi tanlamadi. O'zim jonimni fido qilib shu sohaga 33 yil umrimizni o'tkazdik. Shu uchun har kimning hozirgi yoshlarning o'ziga yarasha tushunchalari bor, o'ziga yarasha yashash sharoitlari bor. Shu uchun nimaiki orzu qilgan bo'lsalar, hammasi erishsalar, biza kamarbasta bo'lishlariga doimo o'zimizda nasihatlarimiz bilan shularga kamarbasta bo'lib yordam berib yuraylik. Sizlarga mingdan bir rahmat aytaman. Necha joylarga sizlarni uchratib, nima qilib yuribman. Juda ajoyib bir tashabbus bilan chiqqansizlar. Qancha odamning ko'nglini olish. Bu hammaning hayotida kamdan kam holatda uchraydigan narsa. Mana shu ishlaringizga Xudoyim xayr barakat ato etsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qaysi oilaga qadam qo'ysanglar, ana shu oilalar xayr barakotli, inoqlik, mehribonlik shularni tark etmas hech qachon. Rahmat sizlarga ham. Muhtaram ustozlar, buyursin. Qanoti Davronjon, baringiz davlatim, baringiz jannatim, bu mening onajonim. Ketdik. Imkoniyat onajoningizga yaxshi ko'rishingizni aytib, Baytulloh ziyoratlariga olib borish va'dasini berasiz. Kelgusi yil shu mahalda onajonim hoji onalik maqomiga erishadilar. Bu sizni orzuyingiz. Eng avvalambor assalomu alaykum. Hammalaringiz kelganlaringiz uchun katta rahmat, hurmat qilib, bundan bo'lgan kunlariga. Onajon, nima deymiz? 17 yoshingiz muborak bo'lsin. Doim bundan ham ko'p umrlarni ko'ring. Har doim ish qilib, boshimizga sog'-omon bo'ling, kulib yuring. Xudo xolasa o'ylagan niyatlarimiz ko'p. Nasib bo'lsa birgalashib hammamiz. Nima deymiz? Yaxshi qilaylik hammasi siz uchun. Bir 107 yoshlarda ham shirin diydor ustida ko'rishmoqlik ilohim nasib etsa. Albatta Farruxjon yigit mol yurosida. O'zingiz tengqurlaringiz qatorida ancha-muncha oldinga odimladingiz. Buning boisi Tangri siyladi. Sizni yoningizda onangiz bor. Sadoqatli mehribobida yagona bo'lgan ayolingiz va atrofingizni qurshab turgan Allohga hamd va sanolar bo'lsinki, shirindan shakir turmush yasso o'g'il qizlaringiz bor. Onajoningizni asrab avaylang. Ularni qadriga yeting. Xudo xohlasa hech kim yetolmaydi.